ustoz bozordagilar borib ustozning kemasi cho'kdi deyapti. Shu gapiga yepti. Va boylar meni yaxshi ko'radi. Boylar ananas yaxshi ko'radi. Ahmoq, boylar bitta bo'lib yurishni yaxshi ko'radi. Bu yog'iga antikvarning mashinalarini sotamiz qoravoy. Amerikada ishlab keldim. Puldan muammo yo'q. Mashina kerak. Qanaqasi kerak? Shaharda bitta bo'lsa. Mana aka, mashina qizil, Nikuli haydagan. Kattasi yo'qmi? Bor unaqasi ham. Mana kattasi. Mashina top toza. Bu mashinani Al Pacino haydagan. Ham o'g'lini uylantirayotganda pul zarur bo'lganda kemanga sotib olgan. Yaxshi ekan mashina. Ustoz, yana siqirtsizda bunga qizil urib ketishgani hayda olmaydi-ku. Qoravoy, qisondashing. Nima degani u? Qisib tur degani. Narx qancha ekan buni? Sizga 30 mingga berib olaman. 30 ming pulim bor-u, sal qimmatli qilyapti. Ya aka, Don Corleonening bir gapi bor. Bitta daraxt kessang, o'rniga 10 ta ko'chat ekib qo'y degan. Daraxtning nima aloqasi bor? Siz Amerikaga borib, kallis kirmabdi. 10 ta ko'chat daraxt katta bo'lib soya beradimi? Shu soya tagida mana shu mashina turadi. Aka, bu kalla bilan qanaqa 30 ming dollar pul topgansiz? Sal ikkilyapman-da. Nega? Ustoz, sehrli so'z ayting. Qochib. Mashina masla. Mashina yo'qdi. Sotib olaman. Bir-ikki. O'zbekmanda o'zbekligimga boraman. Shu mashinaga Malibu urib qo'yib bera olasizmi? Jetskimisiz? Shundoq mashinaga ham Malibu rul qo'yadimi? Tushmaydi u. Hech bo'lmasa Malibu bar tushar. Voy bila. Ustoz, kallangiz faqat pulizga ishlaydi. Qoravoy, bizani dushmanlarimiz kemamiz cho'kdi deb o'ylashadi. Aslida bizani kemamiz suv osti kemasi-ku. Qoravoy, rimliklarning bir gapi bor. Qiz bola bugun otasining gapiga kirmadimi? Ertaga aniq onasinikiga kiradi. Nima? Gapiga. Shu rimliklar ham o'zbekmi deyman tegi. Nega? Hamma gapi bizga to'g'ri keladi. Mototsiklli zverlari sizda ekan. Eng qichig'ini ko'rsating. Qichig'i bor. Kelinglar. Buni qoravoy. Ani qiz meni sevgan qizim. Palakat avto tortib olgan. Mana shu odamni hali hamma yoqqa buni tiqib yurgan. Shu ustoz. Hali sanmisan qoravoy sevgisini tortib oladigan. O'lim bilan o'ynashibsan. Mana aka. Mototsikl. Pushkin haydagan. Kattasi yo'qmi? Bo'yli haydaydiganni. Qichig'i bor. Laqabi o'lim. Shunchagis ko'taradimi? Mana o'lim mototsikl shu bo'ladi. Achi haydagan. Alda meni 3 metrni ko'rganmisiz? O'shanda achi alamiga chiday olmasdan akangga itarib yuboradi. Shunda biz qoravoy bilan qiroqda barq sotdik. Qoravoy kallasiga tushgan. Mana shu kallasi ishlamaydi. qancha do'st buni? Buni 10 mingga beraveraman. Qimmat-u. Siz mototsiklni tushunasizmi? Buni po'shida tilla odam bo'ladi. Mulk bu mulk. Ustoz, yana siqirtsizda tillamasi porchini. Qoravoy, o'ltirik so'ylab o'tkazib yuboraylik. Nima degani bu? Aldab turib tiqib yuboramiz. Sal ikkilyapman. Nima deysan? Bilmasam. Menga qara, mana basharingga qizing nari borsa bir hafta chidaydi. Mana mototsiklni sotib olsang, qizing 30 olib katasa qilib yurasanlar. Keyin qizing ham yaxshi ko'rib qolasan. Sevib qolarmikin? Kamiga ozgina ham sasirka. Agar qizim sevib qolsa, oldim shu mototsiklni. Pul urma jinni. Baraka bo'pti. Sen mashinani haydab ket. Men mototsiklni haydab ketaman. Qoravoy, basharingni xalostovga qo'y. Nega xafasan? Yaxshi ko'rgan qizim yetmaganda, yaxshi ko'rgan mototsiklni men berib yubordi palakat avtoga. Qoravoy, nega yaponlar yomon ko'rgan o'g'liga mototsikl podarka qiladi, bilasanmi? Nimaga? O'lim xavf katta bo'ladi. Har ikkitadan bittasi o'lib ketadi. Yetmaganiga tormozni ham bo'shatib qo'yganman. Hozir o'lib ketadi. Yuragingiz achinmadimi mana shu odam o'lib ketishiga? Yo'q. Baribir oz sasirka. Unda ko'z o'lgani yaxshi. Metan qo'yib chiqdim 12 soatda. Ish qilib ish yaxshi bo'lsin-da. Saf dam solaman. Ha, dediki, Majdomdan birortasi Yandex chaqirmadimi? Chaqiruvdik. 10 soatdan beri moyga o'xshab qayda aylanib yuribsan. Bularda ota-onasi Yandexchilar odam emas deb tarbiya qilganmi? Ha, chiqing olib keting. Lakasani shu yerdan tashladimmi, shu yerda olib ketasan. Qalay shunday mujik? Nima deysan? Onangga Puling olganingdan keyin bo'sh qilasan, davay, dugo. Voy, bo'ldi, boshliq mana.
Assalomu alaykum Shopur aka. Yaxshimisiz? Yaxshi ishlayapsizlarmi? Voy onasini yemsin. Kelintlar ham bir indi, bir bindeda. Sen ham u bu joyda odobnomadan dars berasizmi? Yo'q akajon, uyimizda shunaqa tarbiya olganmiz. O'zi faqat ayol taksichilarga chiqardim-u. Ha, mayli. Yerga qarab ketaveraman. Ya, enangni eriga katta rahmat, jonim sinem. Sendaqa kelintlar ko'payorsin. Ha, rahmat. Voy Shopur aka, uydan shoshilib chiqqanimga pulim uyda qolib ketibdi. 1 soatda kortejga tashlab yuborsam bo'ladimi? Ha, onasini yemsin ha. Mana shu mashinani senlar minish. Aytdim o'zi bu yoq odobnoma bu yoq desam, bu yoq jismoniy tarbiya bilan geografiya-yu. Tush chiroyli bo'lmay o'rgir. Tush, navbat asabimni buzishma. Masha kel yur. Assalomu alaykum aka. Shu atrofda kimdir yandek chaqirmoqdimi? Keldingizmi aka? Как раз Andijondan chiqayotgan tabiiy raya suvlarini ichib, bozorga borib kelamiz, molni sotib kelamiz. Ye, onasini yemsin. Malibuga mol yuklab bozorga? Oxirgi paytlar faqat molga o'xshagan klientlar chiqyapti o'zi menga. Ikkita mol yuklay olmayman aka men. Hazillashyapsizmi aka? Bitta-yu mol. Shuni olib borib yaxshi qilib sotib kelsak bozorda, abetizga o'zim qovoq somsoq beraman. O qovoq bosh. Jinni emasmisanlar jon aka, tugaysanlarmi? Navbatdan simena qilib asab buzyapsanlarmi? Yandekchilarim odam, biz ham ko'karamizmi? Senlarni men odam qilmasam, it odam qilmaydi. Kuchim yetganicha kurashaman, maka. Molingga qo'shib pig'illataman. Mas men odam qilmasam, it odam qilmaydi. Masha. Qani kelindi bir ko'raylik qani. Emi ulang. Muncha chiroyli bo'ling. Parodalida onajon. Aytib qo'ying, kamida 1 yil xizmatimni qiladi. Bir umr xizmatingizni qilaman, oyijon. Ya, ana, bu men o'xshamadi mana. Sassig'imga. Nima? Tap. Ozgina sabr qil, adinga chiqib ketamiz. Shunchalar sabr qilsam bo'ladimi? Yo'q. Mana shuncha sabr qil. Shunchami? Yaxshilab jug'un, ko'pirtirib jug'. Xo'p. Yangacha, men kirsa unga olib kirayapsiz. Ol zamon ko'tarsa-da. Hey. Sabr. Ozgina sabr qilgin. Yana qancha sabr qilay? 275 kun sabr qilgin. Ha, qarindoshlar, yaxshimisizlar? Ha, kelinam endi o'zicha ish qilgan kishim bo'lib turibdi mana. Molni sir tepdi. Yaqati ginomcha. Yaqati. Sabr. Yomon tepdimi? Ne ajadir ne bo'ldi-da? Beting ham kattada, olib qocha olmagansan-da. Qachon ketamiz? Mana, yozda sayohat qilishimiz uchun Rani beraverni qilib tur oldim. Beraverni nima u? 31 dekabrgacha Turkiyaga sayohat qilish uchun 60% chegirmada tur olsang bo'lar ekan. Qayerlarga olib boradi? Istanbul, Antalya, Bodrum, Alaniyaga olsang bo'ladi. O'sha paytda $1000 bo'ladigan turni hozir $400 olsang bo'ladi. Yana pulini borki, bo'lib bersang bo'lar ekan ketguninggacha. Qayerdan oldingiz buni? Ajelux Travel'da oldim. Yana boshqa kompaniyalardan ham olsang bo'lar ekan. Necha kunga? 8 kunga. Sabr qilish 280 kun, dam olish 8 kunginami? Shukr qil. Mayli, tez ketaylik, iltimos ketaylik. Ayb qilamiz. Hey! Yozga sayohatga aylanishga paket topsammi? Oldin bizni jo'natasan. Undan keyin bilganimda qol. Mana nima? Kosa. Bu meni sabrimni kosasi. Aytaman. Dardimni onamga o'zim aytaman. Qaytaman. Chaqir bularni kir moshinaga sol, parashok sol, ertaga yuborma. Oyjon, mango yelim kelyapti. Mango, umid tez bor topib kel. Bor, tez. Bizni mashina bozor boshqacha, bilib qo'ysinlar, kraska banfirdan tomgacha. Ehtiyot o'sinlar, tekshirtirib olinglar, menga ham 1 so'm bo'lsin. Akalar ogoh bo'linglar, semichkada adashib qolmanglar. Mana qo'y yog'iga semichkalar, bel og'riga, davleniya, oyoq sasishiga, kecha siyib qo'yishlarga davo kelinglar. Mana Allohim qolmanglar, mana.
Kelinglar mana, kelinglar. Assalomu akajon. 5 minglik semizga bering. Uylanganmisan? Yo'q, uylanmaganman. Uylanmaganlarga sotmayman, ukajon. Kechasi bilan azob yeb chiqasan, bu qiynaydi bu semichka, tushundingmi? Uylanganingdan keyin kelsang, bu semichkadan keyin tayyor 5-sinf bola tug'dirasan, tushundingmi? Tushunarli. 5 minglikmi? 5 minglik. Mana dabavkaz, opasiga, singlisiga, qo'shandasiga, to'yanasiga, hamsiyasiga, bojasiga, inasini eriga, hammasiga mana. Semishga chaqirib, mashina ko'ramiz. Aka, semishga berib yuboring. Ha, kelinmi? Ha, yaqinda to'yimiz, mahrga mashina ko'rgani keldik. Va gapi yo'q, 2 kishiga yaxshi-da bu semichka, 1 kishiga og'irlik qila. To'ydan keyin bu semichkadan keyin faqat egizak tug'a kelin. Mahrga, qahirga, zaxirga, chaqirga, bonusiga, mana qo'shandasi, mana dabavkasi. Mashina olsanglar tekshirishga tanish kerak emasmi? Kerak bor. Ketdik, menda bor, ha. Yuringlar. U mashinani olmanglar, qorami chiqib ketgan. Anti mashinaga ekan. Mana ularga mashina olib berish kerak. Qizchasiga, xotiniga, nevarasiga. Voy joningdan, 5 ta mashina. Bitta mashina, mahriya. Mahrga? Qanaqa erkaksan? Hozirdan xotiningga mashina beryapsan. Yo'q, qiynalgan qiz bu, yaqinda uyi yonib ketdi. Uy yonib ketgan bo'lsa, men ham yordam qilaman. Bitta zo'r bor, yuringlar. Mana sizlarga big'illatadigan Nexus bilan Cobalt. Nexusni shu siringlar haydaydi, Cobaltni oilaparvarlar haydaydi. Sizga Nexus bo'laveradi. Menga Nexus kerak emas. Endi nima deganing shahrim, hali uyingni remont qilish kerak, kiyim-kechak olish kerak, mebel olish kerak. Qiynalgan oila ekan, men bundan ham yordam beraman. Play Market yoki App Store'dan mumkin degan ilovani sketchat qilib olsangiz, o'shanda O'zbekiston bo'ylab qayda sketga bo'lgan bo'lsa, hamma narsani ko'rsatib beradi. Bitta uy texnika deysiz, mebel deysiz, kiyim-kechakmi, oziq-ovqatmi, hamma sketkalar O'zbekiston bo'ylab. Mumkindan mujassam. Mumkin. Jim tur-e. O, shu zo'r qildingiz, rahmat. Xush bo'lmasa bitta jentra olib bering. Kelinni sazanni o'ldirmang, jentra bo'lsa jentra, ket. Tabriklasanglar bo'ladi. Men 19 yoshimda o'zimni shaxsiy ishlab topgan pullarimga mashina xarid qildim. Onangam kerak. Bu qizga rahmimiz kelib yordam berib yotibmiz. Yigitning pulini o'zimniki deydimi? Mashinani simichkachi ayol kishiga qo'l ko'tarib bo'lmaydimi? Yigitini qo'yaman. Oshqozoniga kallasiga burniga, ko'tiga, oshqozoniga, ko'tiga. Ha, o'rta 18 ga ham to'ldiga. Voy, meni bitta tanishim bor. 2 kilo osh qilib bersa, pravin olib berishadi. Menga hozir pravani kerak-ku. Imtihonga kirasan, 9 ta savolni kompyuter o'zi belgilaydi, bittasini tavakkal qilasan, pravin olib berishadi. Meni tog'am katta joyda ishlaydi. Libbo payt pravani olaveraman. Uf, 9-marta imtihondan yiqib chiqishim. O'zim shu paytda olsam ularga tog'ama yordam bera olmayapti. Endi qanaqa olaman pravani? Aka, sigaretingiz yo'qmi? Ha, aka, siz imtihondan yiqildingizmi? 5-marta yiqilishim. 2 yildan beri prava ola olmayapman. Institutga kirishda bunaqa qiynalmaganman, aka. Imtihondan o'tdim. Endi prava olaman. Endi mashinani sal haydaysan. Menga prava kerak emas. Ketdik. Demak, pravasi bor qizga uylansam, muammo hal bo'lar ekan. Meni qiziqishlarim juda ham ko'p. Kitob o'qishga qiziqaman, gullarga qiziqaman, hayitgancha dunyo kezishga qiziqaman. To'xtab turing buni. Praviz bormi yo'qmi? Shundan gapiring menga. Pravam yo'q? Praviz bo'lmasa nima qilaman? Sizga uylanib, bo'pti, xayri. G'alatimi bu? O'zi nimaga osh beryapsiz? Aka, pravani nazaringizdan o'tib chiqdim o'zi. Zo'rg'a shunga osh beryapman. Hali amaliysi bor. Ha, shunaqami? O'zingiz qachon prava olgansiz? 15 yil oldin 2 kilo oshdamni berganman, pravani berib yuborishgan. Haqiga, Alayskiga. nech pul berasiz? 3000. Men sen qo'shib otashiyman. Anaqa, ketgan ekan. Aka, qo'yluga. O'tirlaring. Aylanib qolmaymizmi? Qisib ketib tushib qolasiz. Algoritmga. Ha, o'tir. Faqat mahalla ichiga olib kirib qo'yasiz. Ko'chada tushib qolasiz, chiqay. Sal soat qilib bersa, hadda oshadi bular. Haqiga. Qo'yliqqa. Chiqaqa. O'zi to'ldik-ku, 4 kishimiz. Biz algoritm ketamiz, qo'yliqqamiz. Sen algoritm ketyapsan. Biz qo'yliqqa ketamiz. Mashinada tez tushsa, kamsan chiqaqa. Aka, aytgan manzilingizga keldim. Yaqin ekansiz, kevora qoling. Orqangizga podyezdga chaqirganman, shetga keling. Bo'pti, boraman. Aka, o'tira qoling, ketdi. Men biznes komfort chaqirganman, ishini ochib berishga majbursiz. Keyin o'tiraman. Hozirgilarga nima bo'lyapti? Shuncha qulaylik qilib bersang, haddan oshib ketyapti. Meni sal suring, oyog'imni siqyapti. Ho'kiz. Massani dumma degan qo'shig'ini qo'ying, o'shani eshitgim kelyapti. O'zi bergan puli 20 ming so'm, yana shohona yashagisi keladi bular. Pechkani o'chirib, konditsioner yoqib yuboring aka. O'zi kun sovuq-ku, Isib ketdi. Tushunmadim, nima qilyapsiz bu? Oyog'im uyushib qoldi. Endi haddingni oshding. Yugursang oyog'ing uyushmaydi, dumba. Yanimdek chaqirsin, pulini bersin, atmenni bossang.
Men Yandex. Onangning bir chiroyli qizmikan? Qayga ekan yaxshi qiz? Assalomu alaykum. Chilonzorga. Ha, chiqing o'zim olib borib qo'yaman, chiqing. Aha, xo'p. Yaxshi qiz, o'zim men taksimasman, biznesmenman, katta bizneslarim bor. Mana yetib ham keldik. Rahmat. Voy. Anaqa pulim uyda qolib ketibdi-da. Bekor gapirdim shu bizneslarim bor deb. Hijolat o'man yaxshi qiz, tushuring. Pul inson emas, inson pulni yaratgan. Rahmat, yaxshi inson ekansiz. Mehrim tushib qoldi. Mehrim tushib qoldi deydimi? Qayerga tushib qoldi ekan-a? Ha, meniki ham tushib qoldi. Sevib qoldim shekilli, ona tabiya. Axirmi buyni. Zuruz akajon. Mehri tushib qolgan qiz-u. Assalomu alaykum. Kechagi joyga. Mana yetib keldik, yaxshi qiz. Bugun ham pulim qolib ketibdi. Mayli, yaxshidan bog' qoladi, yomondan tog' ham qolmaydi. Rahmat, yaxshiliklaringizga o'rganib qolyapman. O'rganib qolyapman deydimi? Har kuni mashinaga kelasizmi? Olib kelib qo'yaman. Mehri tushgan qizchani bugun kutilmaganda shart ko'ngliga qo'lim solaman. Aka, gizinglagan toqib qo'ying. Kakras brend ro'zokamizda 2 dekabrgacha skidka bordi. Shim, oyoq kiyim, sharvarlar Luboy 99 ming, orqamizga kurtkalar 189 ming. Big'illating aka. Ishdan chiqishiga zo'r kiyinib keldim. 3 kun ishlagan pulimga kiyindim. Mayli, baxtim uchun u. Assalomu alaykum. Shahboz aka, bular mana 3 kundan beri ishga olib keladilar. Bir chim pul olmaydi. Juda ham yaxshi amaki. Amaki? Mayli, bugun sizdan ham, akangizdan ham 1 so'm pul olman. Chiqinglar. Aka, yigitiman. Yigitim? Yigiting bormi? Yigiting bor ekan 3 kundan beri o'lgan bizga o'xshab ko'zing suzmasdan aytib qo'ysang bo'ladi-yu. Ha, mehri tushganmish buni. Senga yoqaman deb brend ro'sdan kiyinib yotibman. O'zim chiroyli kiyindimmi? O'zim oramini chiqaraman. Ha, kep topgan yigitingni qara. Adina sabr qilsang men ham chachim to'kilardi-yu. Yandexchilarni o'yinchoq qilmanglar, iltimos. Nimasi yoqadi shu kalda? Kallar boy bo'ladi-da. Qaynoq garajdamisiz? Sho'pirkiyo, haydang. Oling bu matschayizda yili yangi razgon tezligingiz ertalab bittaga zavat bermayapti-ku bu. Omma ro'zg'or totaman deb gaz bosaman deyman, burushni ko'tagan zadniga uradi faqat. Siz o'zingizni bilasizmi? Barda cho'ging, yo'q, men gapiryapman. Ishdan balandstrovka ham qochib keladi, dam olaman desam, kapoti ochiq har. Unchalik emasdir, Sho'pirkiyo. Kuzovim kulgan bilan motorim yig'layapti mana. Olingda men ketibda Kobulcham, Gentracham topaman o'zim. Kuyov, parkovka qiling, qani gaplashamiz. Ertalab zavat bo'lmaydi ekan. Traktorda ishlagandan keyin zavat bo'lmaydi-da. Yaxshi gaplar bilan qizdiring. 95 demayman, mayli, hatto 91 qo'ying. E'tibor bering, 9-sinf baliq qizlarga olgan chexoli bilan yuribdi. Bu unaqa emasda, kuyov. Merslarni ko'rsa signalchi bo'ladilar. Yana radar. Kuyov, qiziqmang shu imonarkalarga. Ularni benziniga chidamaysiz. Polingizga qarab oyoq uzating. Moshkanatchadan bitta. Rapchas bagajingda qissa botar. Kuyov, qaynatangiz eshitsa, metanizga propan quyadi. Biza turarga bitta payshanba drift showimiz bor edi. Qani, qaytib problema bilan kelmanglar, sovuq suvga moyka qilmanglar. Zapchastlardan ko'p bo'lsa, sizlarni ko'rolmaganlar gulishtirib teshilsin.